yangi tanani qabul qilish. Keyin bilasizmi, tug'ruqdan keyin ko'plar srazu yugurishga tutadi, sport zaliga boradi. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Ayol kishini ichki organlari joyiga turishi kerak. Опущение органов bo'ladi. Ko'plar sport zaliga boradi, yugurish bilan shug'ullanadi, sport bilan press kashach qiladi, qonim ketsin deb. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Organizmga tiklanishga vaqt berish kerak. Tabiiy yo'l bilan ayol kishi tug'gan bo'lsa, vaqt kamroq oladi. Agar kesarova bo'lsa, unda albatta ko'proq vaqt oladi. O'zi birinchi 40 kun ayol kishiga nimaga beriladi? Bu davrda ayol kishi tiklanishi kerak, ko'proq yotish kerak, yurish ham kerak emas, uy vazifalarni ham qilish kerak emas. Ayol kishining yagona vazifasi bu bolaga qarash va maksimalni ko'p yotish kerak. Shu mavzuni men o'rgangan edimda, ko'p o'qigan edim tug'gandan keyin, tug'ishdan oldin. Maksimalni qancha ko'p yotsangiz, shu gorizontal положениеda ichki organlaringiz joyiga turishi shuncha osonlashadi, to'g'ri joyiga turadi. Hatto o'zi tug'ganda ham, o'zi tug'ganda ham yotish kerak. 40 kun ayol kishi yotish kerak. Ko'plab aylangan ko'cha chiqib ketadi, noto'g'ri narsa. Maksimalni ko'p yotish kerak, ko'p dam olish kerak, organizm восстановиться qilishi uchun.